Yaqında Amerika Dövlətlik Coğrafiya Cəmiyyətinin nəşr əfkarı bolğan Dövlətlik Coğrafiya jurnali torbeti 2024 yildagi dunyoviy mo'jiza xarakterlik 7 cho'ng arxeologiyalik bayqashni e'lon qilgan. Bu bayqashlarning ichida 2023 yil Uyg'ur elining Turpan tavasidagi Xitoycha Yanxay deb atalgan qabristonlikdan tepilgan ot egirimi bor ekan. Bugungi kunda Xitoy hukumat doiralari Uyg'urlar va ularning etnik tarkiblari haqida so'z bo'linganda Uyg'urlarni turk yiltizidan ayirib qarash, Xitoy manbalik tarixga bog'lash yoki madaniyat meroslarini Junxo millati o'rtaq gavdasi ideologiyasiga mos holda Xitoy markazchilik nuqtai nazari bo'yicha sharhilash ideyalarini kuchab tashviq qilmoqda. Bu xil vaziyatda dunyo ilm sohasining Uyg'ur elidan tepilgan arxeologiyalik tarixiy buyumni insoniyat mo'jizasi qatorida ko'rib, baho berishi Uyg'urlar uchun ham ahamiyatga egadir. Xabarda aytilishicha, Turpan o'ymonligidan bayqalgan bu egar qurg'oq muhitning ta'sirida bugungacha saqlanib qolgan ekan. Mazkur egar ayol jasad bilan birga hamdafn qilingan bo'lib, radiokarbon tekshirishi orqali aniqlash natijasida egarning yil davri milodiyadan burunqi 727-yildan 396-yilgacha bo'lgan davrga oid ekanligi bekitilgan ekan. 2700 yillik tarixga ega bu egar ilgari dunyo bo'yicha eng qadimki egar hisoblangan Altay tog'larining sharqiga joylashgan Pazirik qo'rg'oni xarobiligidan tepilgan Sak Siktaylarga, ya'ni Iskit yoki Sikif deb ataladi. Tava deb hukm qilingan egarning milodiyadan burunqi 5-asrga tava yil davridanmi uzun bo'lgan tarixi bilan dunyo bo'yicha eng qadimki egar deb nom olgan. Bu qadimiy egarning kala terisidan yasalganligi ma'lum bo'lib, ichiga kiyik, to'ga qatorli hayvonlarning junglari va samallar to'shqizilgan yumshoq egar ekan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, Pazirik egari bilan selishtirganda Turpandan tepilgan egarning ichiga to'shqizilgan materiallarning tannarxi xeylilar arzon ekan. Mazkur egar haqida arxeologiyalik tadqiqot olib borgan Zurich universiteti tadqiqotchisi Patrik Vertmanning bildirishicha, odatda arxeologiyalik qidirishda egar ko'p uchramaydigan moddiy buyumlardan ekan. Chunki yillarning o'tishi bilan egarning organik tarkiblari chirib ketgachga saqlanib qola olmaydi ekan. Shunga bu sababdan Taklamakan cho'lligining girvaklaridan ot egarining tepilishi bir mo'jiza xarakterlik ish ekan. Olimlar yana jasad so'ngini analiz qilish orqali egar bilan birlikda dafn qilingan ayolning davomli ot minib yurishga odatlangan bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu biz uchun intayin muhim nuqta bo'lib, ilgari faqatla erlar urushga qatnashish yoki qatnash quroli uchun ot qo'llanadi degan ko'z qarashni og'dirib tashlash bilan birga, ayni vaqtda ot minishning Turpan o'ymonligida yashagan ayollarning kundalik turmushining bir parchasi ekanligi haqida bu ma'lumot beradi. Tadqiqotchilar ayol jasadga tava egar bo'lsin yoki ilgari subeshi va zag'unliq qadimiy qabristonliklardan tepilgan er kishiga tava egar bo'lsin, yasilishi va shakl jihatdan asosan ko'p farqlanmaydiganligini, egarning cho'ng kichikligi va ig'irligi butunlay ot minguchining salohiyati va kasbiga qarab belgilanadiganligini ilgari suradi. Egarning puxtaligi va chidamchanligini ko'zda tutgan holda, yuqori saviyada yasalgan qo'l hunarvanchilikning moddiy paketi bo'lgan bu egar yolg'iz ayni vaqtdagi terichilik kasbining taraqqiyotidan xabar berib qolmay, balki yana o'z navbatida shu davrdagi yerlik kishilarning egar, ot va ot minguchi o'ttirisidagi giralishib ketgan ishki munosabatni egallaganligini bildirdi. Shundaqla ularning yuksak ong saviyaga ega xalq ekanligidan derak beradi. Garchi insoniyatning ot ko'ndirish va minish tarixining qachon shakllanganligi haqida ko'p xil qarashlar mavjud bo'lsa-mu, ammo olimlar birdak 3000 yillardan kam emas tarixga ega ekanligini muayyanlashtiradi. Halbuki egar yasash tarixi bir qancha asrlardan keyin barliqqa kelgan madaniyat ixtirosi deb qaraladi. Agar tarixda egar yasash hunarini egilagan millatlar bo'lsa, shak shubhasiz holda shu jamiyatda egarga munosabatlik bo'lgan boshqa kasb
va ishlab chiqarish egiliklarning tang qadamda mavjud bo'lib turganligini gavdalantirib beradi. Bundan burunmi Uyg'ur elining o'xshamagan joylarida elib berilgan arxeologiyalik tekshirishlar natijasida ot bilan birga dafn qilish odatiga o'xshash madaniyat hodisalari, qiyotash sizmalari, qo'y terisidan yasalgan chavgan to'p, qamcha, o'tuk va dunyo bo'yicha eng qadimgi tarixga ega ishton qatorliq Markaziy Osiyo xalqlarining otliqlar madaniyatini aks ettiradigan bir qism moddiy faktlar bayqalgan edi. Uyg'ur xalqining ot madaniyati va uningga oid urf-odatlarini aks ettiradigan mazmunlar arxeologiyalik tepilmalardan boshqa yana yozma yodikorliklar, xalq eg'iz adabiyoti va turkiy tillar divoniga o'xshash qomuslardanmi o'rin olib, ta bugungacha Uyg'ur xalqining har bir turmush detallarida alohida ifodalanib turadi. 20-asrda Uyg'ur qo'l hunarvanchiligining namoyandasi sifatida saqlanib qolgan taqchilik va sarrobchilik kasblarining taraqqiyotini hargizmi tarim o'ymonligining o'rta asr madaniyati va uningdan burungi milodiyadan ilgariki zamonlarga oid qadimgi zamon madaniyatining ta'siridan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Tadqiqotchi Patrik Vertman Turpan Pichan tavasidan tepilgan qadimgi egarning Altay tog'lari etikidagi iskit va saklarning ot yayloq madaniyatining Tangri tog'lari etikiga ta'sir ko'rsatish hodisasi deb qaraydi. Darvaqa bu qadimiy egar bizga Altay bo'zqirlaridan tarqalgan ot madaniyatining Turpan o'ymonliqida aks etganligini ko'rsatib berish bilan birga chorvachilik, ovchilik, qo'l hunarvanchilik va to'qimachilikdan iborat kasblarning mavjudligidan xabar beradi. Shundaqla ayni vaqtdagi jamiyat ahvolini tushunishimizda yordamchi rolini o'taydi. Qadimiy egar shuni isbotlaydiki, Turpan o'ymonliqida yashagan qadimiy qabilalar yolg'iz ko'chman chorvachi xalq edi degan ko'z qarashlarga xotima berib, yerlik xalqlarning o'ltiraqlashish madaniyatini belgilik darajada taraqqiy qildirganligini faraz qilishga bo'ladi. Qadimki egarning tepilishi yana bir jihatdan dunyo ilm sohasini Markaziy Osiyo, jumladan Turpan va Tarim o'ymonligining qadimki madaniyati ustida qayta o'ylanishga, tadqiq qilishga chaqiradi. Bilginimizdek, Xitoy tashviqotlari va bir qism chet ellik tadqiqotchilarda Uyg'ur tarixiy madaniyatining manbasini O'rxun Uyg'ur xonligi yemirilgandan keyingi tarix bilanla izohlashga tutinishdek g'ayri tarixiy xohishlar mavjud. Uyg'ur olimi Abdushukur Muhammad Emin Markaziy Osiyo inson turkumlarining etnologiyalik tadrijiy taraqqiyotida qadimki Dingling qabilalarining andronop Aryallarning turkiy xalqlarga aylanishidagi muhim bir tip ekanligini, Uyg'urlarning muhim etnik manbasi ekanligini ta'kidlagan. Turpandan tepilgan qadimki egarga qaytib kelsak, tarixiy materiallarga asosan egarning yil davri bilan o'xshash davrlarda Turpan o'ymonliqida Dingling va Tele qabilalarining yashaganligi ma'lum. Bu bir dona qadimiy egar bizga Uyg'ur millatining gavdasini shakllantirgan qadimiy qabilalarning tarixiy izlarini yetkazib berdi. Xitoy hukumati garchi Uyg'ur elidan tepilgan arxeologiyalik buyumlarni Xitoy manbalik tarixga bog'lash yoki Xinjiang azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi safsatisi ramkasi bo'yicha sharhlashga urinsa-mu, ammo ilmiy faktlar oldida yanala dunyo jamoatchiligining ko'zini to'sib qala olmaydi.